Bugün çislak hürmetlik vatandaş 2025 6. ayının 26. gün endilikti siz bilen vaziyet muhakeme. Vaziyet muhakeme evvel gepti biz. Cumhuriyet haydan başlaylı. Xalqdan aql so'rab ko'ramdi. Xi Jinpingning qayta reis bo'lib saylanishni yana g'alati bir chora tadbir o'ttirg'i chiqdi. Bu qatim biroqla Yuan Shiqayning tajribasini o'rganish kerak bo'lib qoldi. 26-kuni YouTube Johnsonga hozir 12 da yetib keldi ha. Ikkinchi tuyuqsiz yetib kelgan xabar. Remirbo xalq gazetining darajadan tashqari ogohlantirishi. Xi Jinping jon tikib elishmoqchi. Sun Jun-sayni aslab qoldi. Sun Jun-say degan arliqda davlat mahkamasiga vazirlikka tayinlamoqchi bo'lgan shunda o'ylash baqqan edi rais Xi Jinping. Şu vaqt qilib qolgan edi bu gap. Bugun shuni aslab qoldi edi. Runyanning dunyoga nazari 26-kuni YouTube shiddat bilan yetib keldi. Xi Jinping qarishtirg'uchilar bilan yer shari hukumati birlashib Xi Jinpingni yo'qotdi. Yang Jiechi jim turibli yordar bo'ldi. Jiang Zemin uni Yang Jiechi'ni xoin dedi. 26-kuni YouTube su shoxi. Bu yerda Yang Jiechi'ni xoin dedi degan gap amaliyotda Yang Jiechi'ni amalga qo'ygan kishi Jiang Zemin edi. Bu bir nuqta. Ikkinchisi Remirbo ogohlantirish berdi Xi Jinping to'g'risida dedi. Buni cho'ng yuraklik bilan qilingan ish, lekin bu maqola yetib kelmadi. Buni maqola yetib kelgan vaqtida vatandaşlar bilan ko'rishimiz, Runyanning nazari. Ayali Johnson dedi. Hozir Xi Jinping Yuan Shiqayning tajribasini o'rgandi. Bu qiziq ish. Yuan Shiqayning tajribasi nima? 1915-yili hurmatli vatandoshim Jungoda 11-yilida Manju xandonligiga og'dirildi. Ya'ni Jungoda ko'tarilgan Shinxay inqilobi Manju xandonligini og'dirib tashildi. Orliqdagi o'tkinchi davr deyaki Sun Jun-sayning kuchi yetmay qoldi vatandoshlar. Ağızdan her narsa chiqib turdi, lekin jamiyat sizni qabul qilmadi, qilmamdi, buni o'zi bir gap. Sun Jun-sayning shunga kuchi yetishmay qilib, Yuan Shiqay o Xi Jinpingning bir vaziri bo'lish sifatida huquqni tartib oldi. Xi Jinping Puyini qo'lida Puyinin huquqini Yuan Shiqay tartib oldi. Yuan Shiqay tartib oldi-yu, lekin u qandoq o'ltirish kerak? Qonun asosi yo'q. Yo podshoh belgilagan emas, yoki uning asosi qonun yo'q. Yuan Shiqay prezident bo'lsa bo'ladi deydi. U biroq o'zini buyuk prezident Da Zongtong, Jungoning buyuk prezidenti deb e'lon qilib qo'yib, buning huddisidan chiqqanmidi sabab onu qo'llaydigan odam bo'lmadi. Orada da qo'llasa boshiga 4-5 odamning ishi bo'lib qoladi ba'zi chog'larda vatandosh. Siyosat degan shu, hokimiyat degan shu, inqilob degan shu. Shunga bu Yuan Shiqay shu vaqtida jamiyatga murojaat e'lon qilib meni qo'llanglar dedi. O vaqtki jamiyat nerede? Yani bundaq aytgan telefon aloqasi nerede? Matbuot aloqasi nerede? Mümkün emas-ku. Onu ağzı çıkarıp, orada da çıkarıp, özü xil teşkilatlarını, mesela Divanılar Cemiyeti, Yaşlar Cemiyeti, Şarkı Şimallıklar Cemiyeti, qaysi bir dindar pindarlar Cemiyeti deb qata isimlerini yazıp elib, onu e'lon qilib, orada da mush teşkilatlar meni qo'lladı dedi. Hatta onun içinde Cemiyetki Divanılar Cemiyeti meni qo'lladı degan bir teşkilatdan ismi var edi vatandaş. Bugün onun Johnson Jamie ağız qaldı. Endi keleyli hazır Remirbo Xalq gazeti, Merkezi Televiziya stansiyasi, yana 4 gazet deydi, qaysi telefon ismini chiqarmadi. Bular qo'llab xabar, o bularni e'lon qilib hisobda
bütün memleket kuturuş çıkarıp xalqdan fikir eliş 20. qurultayga. Çünkü tarixide bulup bakmagan eş vatandaş. Kompartiyanın tarixide bulup bakmagan iş. Çünkü tarixide boldu mına. Bundan 100 yıl burun Yuan Shikai şundak yıgan edi. 100 yıl keyin bugün Xi Jinping şundak kıldı. Çünkü kompartiya tarixide bulup bakmagan iş. Ommadan fikir eliş. Qurultay üçün ommadan fikir eliş. 57-yil 20. asırning 57-yilda mavzudun oңçılığa qarıştırış, milletçiliğe qarıştırışdan avval ana aşında fikir ağan edi. Hemme gullar tan açılsın, hemme bulbullar tan sayrısın dep. Bırak o partiya, komite ya qurultay çaqırışdan evvel qığa işemez. Bugün qurultay çaqırışdan avval qurultay doğrusu Reis Xi Jinping Yuan Shikai cemiyetin fikir elişki başıldı degenge vatandaşım. Hazır Xi Jinping bilen Merkezi Komitetdeki ziddiyet yalan aşılınıp şu çeki yetti. Yani Merkezi Komitette qeri ya şu hemisi bir bulup degendek avazsız yaki avazlı kaldı. Reis Xi Jinping'in 20. qurultayda qayta reis buluşunu kollamay koydu. Bu paytda o merkezi hükümetten keçip vaz ketip çıkıp cemiyetke özünü taşıdı. Cemiyetin qolluşunu qo'lga keltirmoqchi bo'ldi. Hazır Beijing'de xalq fikir berip biz Reis Xi Jinping'in yana bir qatim sayılışını qo'llaymiz. Qo'sh tirnoq ichidagi xalq lozunkalar o bulab paydo bo'libdi. Buni Johnson Jebigan to'rbitida ko'rsatdi vatandosh. Partiyanın işi ezelden məxfi bulup geldi çünkü Kompartiyasının. Çünkü Kompartiyasının qurultayı uğurlaştırışı ezelden məxfi bulup geldi. Lobby'şin bunun hiç qanday xəbər yok. Puranın bu işlerde hiç qanday xəbər yok. Nemiş kutu sattılar oturğu çıkıp bu puralar çünkü puraları Reis Xi Jinping'in yana qurultayda qaytadan sayılışını qollaymiz deyishki mecbur oldu. Bunun da çünkü siyasi hakimiyetinin qaysi holga tushib qolganligini tasavvur qiling vatandaş. Demek intayin jirik payt, intayin keskin payt. Şu vaqtda nima ish yuz berdi siz ve bütün dünya dikkat. Hozir Sushakova nima dedi? Yer shari hükümeti onun nima degini ekan deb qarasam, yer shari hükümeti degini chet el G'arb dunyosi asosligi moliya guruhlari. Moliya guruhlarining boshliqlari. Masalan, Bill Gates degandek, Soros degandek mushu guruhlar birlashib bugun Beijingda Reis Xi Jinpingga qarshi turadigan kishilar bilan birlashib, ya'ni yer shari hukumati bular bilan birlashib Reis Xi Jinpingni og'dirib tashlaydi dedi. Sushakova gepi shu. Agar bu qatim Reis Xi Jinping qarab turibsiz, o öz ixtiyori bilan ma'qul. Jungoda bunda amaldor bo'lmaydi. Öz ixtiyori bilan huquq topshiraman, öz ixtiyori bilan pensiyaga chiqaman deydigan rahbar jungoda bo'lmaydi. Xitoyda bunda odam bo'lmaydi vatandosh. Demek bugün Reis Xi Jinping huquqni elish 20. qurultayda qayta saylanish uchun, yani jon tikib elishyapti degan gap. Endi bu ish sizin milletinizden, bizden milletimiz Uygur'un beşe kildiğen iş. Takdiriga bağlıq iş bulup kalıdı vatandaş. Cezalagiri, yığılışlagiri kandak oldu. Uygur'un takdiri kandak buludu. Tibet'nin takdiri kandak oldu. Tünügün sözlüdük. Hazır Milli İşler Komiteti oturgu çıktı. Bu bir iş kılmakçı buluvatlı saylam ötkezdi. Sekreterini almıştırdı. Neymiş bu dedik. Hazır endi kelepli karısak Merkezi Komitet doğrusu bu haber kel. Reis Xi Jinping bugün cemiyetke müracaat kıldı. Cemiyetin qo'llashini qo'lga keltirmoqchi oldu. Bunun da 100 yıl burunqi Yuan Shikai shunday qilgan edi degan gap o'ttirg'i chiqdi vatandaş. Endi bu yerda ish yana sizlarga deydiganim o'zinglar bir ko'rib beqinglar. Bir vaziyat doğrusa başta aka vaziyette Qatar'a qo'shanmidim, cüret qılanmidim. Nayta qo'rqinchliq masalan. Canlı'nın nazarini ko'ringlar vatandaşım. Canlı'nın nazarida 2 kundan bir torbet oturdu. Hazır Xitoyda mesela Guangxi ülkesinde ceset köydürüş uçaklarda köydürülgen cesetler ve elinde elinip tallap çıkılgan may
Odam banadan oqqan mayni may qilib ishiltib hozir bozorga solgan gap Jungo jamiyati. Qisqa tasavvur qilolmaymiz vatandoshim. Uyg'urim nada deb savol qo'ying. Uyg'urning elib ketgan bola chaqalari nada deb savol qo'ying. 2 milyon nafar vatandan mustamlika vatandan elib ketgan Uyg'urlar nada deb savol qo'ying. İnsan bir Xudoga iltijo qiling. İnsan Uyg'urning bolalari, farzandlari bir Xudoga iltijo qiling. Buni hozir men so'zlashga jur'at qilolmayman vatandoshim. Siz o'zingiz jonlining nazari. Ana torbiyatda turdi, men saqlab qo'ydim. Kirsanglar topa olasizlar. Dahshatli xabar. Mushu kun, mushu oylarda Uyg'urning beshig'i shu kunlar kelayotganda bu xabarning o'tirg'i chiqishidan dahshatli xabar his qilasiz vatandosh. Endi Jungdan Xayning ahvoli shu kurash davri kirdi degan gap. Endi bu oq qorasi qora bo'ladigan payt keldi, arliqda 2 oy ichida. 10-oyda dedik, 11-oy degan hozir qurultoy, 20-qurultoy 10-oyda echiladi degan yak keldi. 2 oy ichida Jungoda nima ish bo'ldi, nima ish yuz berdi? Buni siz biz yaqindan diqqat qilamiz vatandoshlar.